Bir kontur bir mahsulot loyihasi O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyati Shovot bank xizmatlari markazi hamkorligida Xorazm viloyati Shovot tumani Po'lat mahallasida 38-86 hamda 38-89 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun mahsulotlari ekilgan. Maydon hajmi 11 gektar. Shundan 38-86 sonli konturimiz 8,3 gektar, 38-89 sonli kontur esa 2,7 gektardan iborat. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullarda ekilib, parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida ular sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 30 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 33 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Shovot milliy kooperatsiyasi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 190 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.